Endilikçe haberimiz vatandaşlar sizler kütken ve biz kütken haber Allah kaçan haberdar bulup oldunlar. Lekin ben üzem bu haber yana kayta anılsın üzemnin mecburiyeti de hesaplayman. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi mavzumunda Tislan aytib 2019 yil 9 ayning 13 kuni haftaga juma. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi Şinjan kishilik huquq siyosat qonun loyihasi ma'qulladi. Mavzuli xabar 9 ayning 13 kuni Erkin Osiyo Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlanadi. Bu yerda bir farq bor vatandosh, men sizga tushuntiray. Bu yerda anlatıvatqanı Erkin Osiyoning Xitoy til programmasi nima deydi? Şinjan kishilik huquq siyosat qonun loyihasi deydi. Lekin Erkin Osiyo Uyg'ur bo'limining muxbiri Juma apandi nima dedi? Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonun loyihasi. Aslida o'ttirib qo'yilgani shunday qo'yilgan edi. Juma apandi ham shunday qo'ydi. Asli bu qonun loyiha Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonun loyihasi. Buni nima uchun radio Erkin Osiyoning Xitoy til bo'limi Şinjan kishilik huquq siyosat qonun loyihasi deb o'zgartganligini men bilmadim. O'tirliqda nima farq bor buni tushunmadim. Buni qayta biz men o'zim shaxsan aniqlab beqib ondan oydinlashtirishim mumkin vatandoshlar. Endi biz xabarni so'zlaylik avval, andan keyin yana biri. Radioga berilgan mazmun bilan bugun mening so'zlaydigan mazmunim o'rtasida farq bor. Radioda so'zlangan Juma apandining xabar qilishi to'liq nayt atrofliq berilibdi. Buni Xitoy til programmasi e'lon qilganligi uchun mazmuni biroz yuzarak. Shunday bo'lsa-mu vatandoshlarga so'zlashim kerak. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi haftaning 3-kuni, ya'ni 11-kuni Şinjan kishilik huquq siyosat qonun loyihasi, ya'ni Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonun loyihasini ma'qullab, Amerikada doirlarning Şinjanda kishilik huquqqa daxl taruz qilishga diqqat qilishini hamda kishilik huquqqa daxl taruz qilgan amaldorlarni jazolashni talab qildi. Şinjan meselesi mutaxassislari bunda ko'rsatdi. Qonun turg'izilgandan keyin Şinjanda yuqori qatlamda amaldorlarning jazolanishini chetga qoqqili bo'lmaydi. Haftaning 3-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi ma'qullagan Şinjan kishilik huquq qonun loyihasi aslida Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonun loyihasida Amerikada ko'plagan hukumat organlarining Jungo'ning Şinjanda Uyg'urlarni bostirganligi to'g'risida davlat majlisiga doklad topshirishi. Buning ichida Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining har yili shu yerdagi bostirish ahvolini doklad qilib turishi. Jumladan nazarband qilingan jazo lagerligi odamlarning soni majburiy emgakka soldimi yo'q, hukumatning Uyg'urlarni nazorat qilish ko'limini doklad qilib turishi talab qilindi. Qonun loyihasi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi hozirgi funksiya bo'yicha, masalan, Magnitskiy qonuni bo'yicha kishilik huquqqa xiloflik qilgan Jungo amaldorlarini embargo qildimi yo'q, baholab turishi talab qilindi. Qonun loyihasi. Qonun loyiha Cumhuriyetçiler Partisining aziz senatori Marco Rubio tarafidan o'ttirib qo'yildi. Partiya guruhlaridan alqıgan qo'llashga erishdi. Avam palatasi bu qonun loyihasini muhokama qilishni o'chiriyatga qo'ydi. Agar muvaffaqiyatli ma'qullanadigan bo'lsa, Prezident Trump imzo qo'ygandan keyin bu qonun cheklash kuchiga ega qonunga aylandi. Shangang Mohri instituti İslam meselesi tadqiqotchisi Ji Jianyu mundaq hisobladi. Qonun loyihaning ma'qullikdan o'tishi yaqindan beriki Shangang vaziyati bilan belgilik munosabatga ega. Ji Jianyu mundaq dedi. Bu qonun loyiha hozirgacha muddao bo'lib o'ttirib qo'yilib 2 yildak vaqt o'tdi. Amerika Moliya Ministerligi tuyuqsiz qonun loyihasini ma'qullash Amerika Jungo savdo suhbatining taraqqiyotiga to'sqinlik paydo qiladi deb ko'rsatganlikdan shungacha qonun loyiha ma'qullikdan o'tmagan. O'tmishda asosiyatdan sukut qilib
qonun loyiha ma'qullanmagan edi. Atrofdagi bo'libmi Shangang vaziyatining taraqqiyotiga ergishib, Amerika Jungo suhbatida nurg'un vaziyat tartibli qiyinchiliklar paydo bo'ldi. Bu qatim bu qonun loyihaning ma'qullanishi Amerika Qo'shma Shtatlarining bu masalada maydonining muqimlashganligini ko'rsatib berdi. Qonun loyiha amaliyleştirilgan hamman Jungo hukumati Şinjan'da qayta tarbiyalash siyosatini qaytadan o'ylanishga va tekshirishga majbur bo'ladi. Şinjan'da kishilik huquq ahvoliga amaliy ahamiyati bo'lamdi yo'q. Chi Jianyu mundaq hisobladi. Yanalar kuzatish kerak. Chi Jianyu yana mundaq dedi. Jungo taraf shundaq his qiladi. Amerika uning ishiga aralashyapti deydi Jungo taraf. Shuning uchun Jungo texmi qattiq bo'lib ketamdi yoki texmi yumshoq bo'lib ketamdi belgili bo'lmaydi. Yumshoq bo'lishingizni umid qilamiz Jungo hukumati. Jungo qattiq bo'lib o'zgarsa, undaq tashqi davlat Amerika Jungo so'g'oq munosabatlar vaziyati davriga kirib keladi. Agar o'zgarib yumshoq bo'lib ketsa Jungo, undaqda Beijing hukumati o'zining gapini yo'rg'ilata olmaydi. Masal uzoqdan so'ng ishtirak o'qidim, kechiringlar vatandoshlar. Parishon holatga tushib qoldi. Yana Beijing hukumati o'zining gapini yo'rg'ilata olmaydi, parishon holatga tushib qoladi. Nima qilarini bilmaydi. Biz Jungoning bir nima deb javob berishini kutib, ondan shancha hosil qilamiz. Jianyu mundaq ko'rsatdi. Magnitsky qonuni ostida kishilik huquqqa daxl taruz qilgan Jungo amaldorlari embargo qilishdan qochib qutula olmaydi. Hatto Jungoning yuqori qatlamidagilarmi o'zini buning sirtiga qo'ya olmaydi. Jianyu mundaq dedi. Şinjan Uyghur Abnum raylık bu rəhbərlik qatlımıqı qaytıb geleyli. Buran Amerika bu qanun layya doğrusu toxtalğan çağda Şinjan Uyghur Abnum rayını partkom sekretarının ismini eğizga alğan idi. Bu yıl 7. ayda Amerika Devlet Meclisi'nin 40 neferden artıq əzaları 2009 yıl 7. ayının 5. günü Ürümçi'de yürgüzgen. Ürümçi'de yüz bergen keçiringlar. Ürümçi'de yüz bergen vakanın 10 yıllık hatırı günüde Prezident Trump hükümetinin Şinjan'da yüz berip atkan kişilik hukukka daxl taruz qilishlerini so'rashni qilishni talab qilgan. Cümleden Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun a'zosi Şinjan Uyghur Abnum raylık partkomning sekretari Qin Chuango hamda Jungo 1 milyondan ortiq Uyg'ur musulmonlarini jazo lagerlariga qamag'anlikdan iborat voqealarni Prezident Trump hukumatining so'rashni qilishini talab qilgan edi.